Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Təcavüzçü Xitay imperializmi müstəmləkəsini kengaytishning puxta tayyorligini bo'shashtirib qo'ygani yo'q. Yaqında ijtimoiy axborotda tarqalgan bir sında Amerika azaldan Jungoning bir parchasi, Indian talaffuzi buning isboti. Yendi Anyang, ya'ni yen tuproqlaridagi Anyang xalq degan so'zning talaffuziga o'xshaydi. Anyang Yin Shang sulolasining poytaxti. Amerika xalqi bilan Yin Shang xalqining orasida nurg'ulg'an o'xshashliklar bor. Birinchidan, bu yerda kultural o'xshashliklar bor. Yerlik Amerika xalqining kulturidagi ba'zi qarashlar Yin Shang kulturiga o'xshaydi. Masalan, 1953 yılı Amerikalik arxeologlar Meksikaning Olmec rayonidan 16 heykel ve 6 qadimiy taşni bayqagan bo'lib, ularning ustidan Yin Shang sulolasidagi Orakel suyak qo'lyozmasini bayqagan. Mutaxassislar qosh tashi yoziqini yeshib, Yin Shang ajdodlarining Hao, Xiao, Qi, Yuga o'xshash ismlarini topgan va ikki xalqning bir-biri bilan bog'lanishliq ekanligini ilgari surgan. İkincisi, sirtqi ko'rinishidagi alayliklarga qaraganda Indian xalqining fizikalik alayligi Jungoliklarga o'xshaydi. Hammasi Mo'ng'ul irqiga tava, ya'ni keng yuzi, egiz mangzi, qop-qora ko'zlari, tüp-tuz qora chachga ega. Til jihatdan Indiyalarning tili qadimgi Jungo tili bilan o'xshash talaffuz qilinadi. To'rtinchidan, klassik tog' va dengizlardagi bilinmagan jo'grafiyalik bayqashlar. Jungoda Xoyining kunni etib tushirganlik rivoyati bor. Amerikaning yerlik xalqining mushunga o'xshash bir rivoyati bor. 7-dan 2004 yili 7-oyda Amerikaning Georgiyadagi bir geolog daryoning yoqasidan 30 sm uzunlikdagi qisqa bir qilichni bayqagan. Mutaxassislar qilichning ilonning shaklida, Jungoning qadimgi zamon klassik tipida yasalganligini, qilichning orqa tarafida Shang sulolasidagi ajdarhaning shaklining borligini aytgan. Qilich qo'g'dug'ichidagi Tao Te naqshi Liangzhou kulturining dastlabki davrlarini aks ettirdi. Shang va Zhou sulolasi bilan o'rtoqlikqa ega. Bu qilichning tarixga aylanishini muhim yip uchi bilan ta'minlaydi. Arxeologlar qadimgi xarobiyliklarning qabrlarini topolmadi. Ba'zi mutaxassislar Yin Shang e'tiqodida ching turib, kichik qilichni kashf qilgan deyilgan. Tashqi ishlar va bexatarlik ministerimiz Salih Xudoyer apandi 27 may kuni buningga ijtimoiy axborot vositalarida inkos qaytirib, dunyo jamoati bilan o'rtoqlashdi. U mundaq dedi: Xitoy imperialist kengayishini qonunlashtirish uchun fantaziyalik tashviqotlarni yayish orqali Amerikaning yerlik xalqining qadimiy tarixdan beri Xitoy xalqi ekanligini va Amerikaning azaldan Xitoyning zaminining bir parchasi ekanligini aks ettirmoqda. Bu xuddi Sharq Turkistonni azaldan Xitoyning bir parchasi deb qonunlashtirishga urinish qilmishiga o'xshaydi. Xitoy imperializmiga qarshi turayli. Oldingi hafta Turkiyada qo'lga olingan Xitoy jasuslarining Uyg'urlardan uchur to'plaganligi ma'lum bo'lgan. Millat xabar torining 20 may kunidagi xabariga qaraganda, Turkiya Milliy istixborot tashkiloti Turkiya miqyosida asos punktlarini qurib faoliyat ko'rsatayotgan bir jinoyat shoykisini cho'kartgan. Turkiya istixborot tashkiloti texnik iz qo'g'lash va izchil faoliyat ko'rsatish natijasida mazkur shaykining Turkiyadagi Uyg'urlarga aloqador sonliq ma'lumotlarni qonunsiz usullar orqali Xitoyga avatganligini bayqagan. Erishilgan ma'lumotlarga qaraganda, saxta asos punktidan qo'lga tushirilgan ma'lumotlar telefon ko'rishishlari, adres ma'lumoti va uchur aloqa ma'lumotlarini o'z ichiga oladi ekan. İstihbarat tashkiloti josuslik faoliyatiga qatnashgan kishilarga aloqador nurg'un adreslarga bir vaqtda hujum qilgan. Turkiya Milliy istihbarat tashkiloti Uyg'urlardan uchur yig'ayotgan Xitoy josuslarini qo'lga olgan mezgilda Turkiyaning qatnash va ul asliyalari ministri Abdulqadir O'rolovg'lu Xitoyda yuqori darajalik boshliqlar yig'iniga qatnashgan. Turkiya qatnash va asosiy ul asliya ministrligining 27 may kunidagi ijtimoiy axborot sahifasida chiqqan xabarda qatnash va ul asliya ministri Abdulqadir O'rolovg'lu Huawei va Zhongshinning Xitoydagi yuqori darajalik boshqaruvchilari bilan ko'rishib, 5G raqamlik ul asliya va aqliy iqtidorli qatnash qatorliq sohalarda hamkorliklarni muzokara qildi. O'rolovg'lu Turkiyaning ilg'or texnika ishlab chiqarish va eksport markaziga aylanish nishonini ta'kidladi. Huawei bilan bo'lgan suhbatning muhim nuqtasi 5G ni sun'iy idrok qo'llaydigan usul bilan birlashtirishga markazlashgan bo'lsa,
Жоңшан bilan bo'lgan uchrashishda davlat ichi ishlab chiqarish va texnika hamkorligi ta'kidlandi deyildi. Sharqi Turkiston surguni hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga ijtimoiy axborot vositalarida inkos qaytirib, Turkiyaning qatnash va ul asliyalar ministri Abdulqadir O'raloğlu'ning Xitoyda yuqori darajalik boshliqlar yig'iniga qatnashishi tasodifiy emas, ichki va tashqi ommani aldash uchun oldin planlangan bir taktikadan iborat. İchki jihatdan Turkiyaning Uyg'ur jamiyatini qo'g'daydiganligi va Xitoyning josuslik harakatlariga qarshi turadiganligini ifodalash orqali Türk xalqining Anqaraning Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi turishi, kuzatishi, tavba qilishiga bo'lgan diqqatni tarqoqlashtirdi. Sirtqi jihatdan bo'libmi g'arb hukumatlariga strategik avtonomiyaning obrazini yaratdi. O'ttiri koridor tashabbusi va O'raloğlu'ning Xitoyning Ipak yo'li ko'rgazmasiga qatnashishi bilan o'rnak qilingan Beyjing bilan kengayotgan bexatarlik, axborot va iqtisodiy hamkorlikning ahvolini yoshirdi. Amaliyotda Turkiya Xitoyning davlat alqagan bostirishida Xitoyning hamkorlik taklifiga moslashadi. Xitoyning josuslik shakisining oshkorlanishi Xitoy bilan bo'lgan istixborot hamkorligining oxirlashganligidan derak bermaydi. Balki Turkiyaning nazorati ostida Anqaraning obrazi va jug'rafiyalik siyosiy afzallik uchun xizmat qiladi dedi. Atalmış Şinjandagi Tökül masjidining chiqilishi va uning o'rniga ommaviy hojatxona qurilishi kishini hayron qoldiradigan simvol xarakterli hodisadan iborat bo'lib, xalqaroning ayblashiga uchragan. Indiya Hayolat xabar to'rining 27 may kunidagi xabarida aytilishicha, Atush shahri Suntaq yezisi Tökül kent masjidi 2018-yili chiqib etilgan va 2020-yili uning o'rniga hojatxona silingan. Bu vaqa rayondagi islom simvollari va odatlariga qarshi ilib berilgan keng ko'lamlik faoliyatning simvoli bo'lgan. Mo'ljallanishcha, atalmış Şinjandagi 70% atrofidagi masjidlar 2017-yildan boshlab chiqib etilgan. Duo tilovat o'rnini axlat bartaraf qilish asliyasiga almashtirish nurg'un kishilar tomonidan amaliy qaror bo'lib qolmasdan, balki qasddan madaniyatni kamsitish va yo'qotish harakati deb qaralgan. Xitoy majburiy cheqish, ko'chirish haqidagi ayblashlarni rasmiy rad qilib, bu masjid va diniy belgilarni yo'qotishning ommaviy bexatarlik, shaharning yangilanishi yoki dinni xitoylashtirishga kafolatli qilish uchun texnik keng tirishchanliklarning bir qismi ekanligini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, bu diniy odatni davlat belgilagan Xitoyning kultur qoidasi bilan moslashtirishni maqsad qilgan. Tajovuzchi Xitoy doiralari bu turlarning ul asliyalarni zamoniylashtirish va oshqulliqning kengayishining oldini olish uchun zarur ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Ammo kishilik huquq tashkilotlari va chet el hukumatlarini o'z ichiga olgan tanqidchilar buni Uyg'ur musulmonlarining diniy va kultur kimligini bostirishdagi sistemlik harakat deb ayblagan. Xitoy zamoniylashtirish deb atagan narsa shahar planlash nomidagi kulturni bostirishdan iborat. Bu harakatlarning texnik keng ta'siri binolarni chiqishdan olqib ketdi. Ular texnik cho'nqur kontrol qilish va osmolasiya qilish strategiyasini yo'lga qo'ydi. Xitoy bu harakatlarni muqimlik va taraqqiyot uchun zarur deb qarasimi, xalqaro jamiyat ularni texnik cho'ng kultur qirg'inchiligining bir qismi deb qaragan. Tökül masjidini chiqish, uning o'rniga ommaviy hojatxona silish bir davlatning taraqqiyot va milliy ittifoqlik bayrog'i ostidagi bir xalqning kimligini o'chiralaydiganligining bir o'rnakidan iborat. Vatanga mansublanmak vafodorlikdir. Vatanga xizmat vafodorlikdir. Vatanga fidokorlik vafodorlikdir. Vatan bizga avod qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, kalimatullohni ustun qilib, insondek yashashimizni kafolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning omonatidir. Omonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yam qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qilg'uchiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga tutunguchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir, erkaklikdir. Ahdini unutish bo'lsa vafosizlikdir, sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatli xatarni boshdan kechirmoqda. Omonatlik vatan ifodalab bo'lg'usiz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini sig'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqizgan, borliqini fido qilgan qahramon shahidlarini yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mizoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jarangliq sadoni kutmoqda.
Tajovuzchilarning dahshatlik dafsanchiliklariga qarshi o'zini muhofazat qilishga borligini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shunini saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bozsimi ostiltishga yaraydigan bozorning ahvoliga qarab emas, xatarning darajasiga qarab ish tutishni. Buningdanmi adashga yuzlanayotgan xatarga oldin to'g'on selishni biladigan avangardlarni, vafodorlikni qavash-chog'liq haqqoniy pozitsiya bilanmi bo'lsa soya chiqishni o'ylaydigan vafokor vatan mansublarini kutib turmoqda. Burhan Muhammadning chaylanayotgan Vatan ahdi nomli maqolasidan e'landi. Sizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.